Duo qilaylik iloyim, fermerlarimiz xirmoniga baraka bersin, umri jonimizga baraka bersin. Anvarjon Ne'mataliyev degan do'stimiz bor. Akamiz ijodkor shukurli hangomalarni yaxshi ko'raman. Otaxon kunbot kunchiqarga qarab duo qilaverar ekan. Ilohomin, ilohomin kunchiqarga qarab bir kun qo'shdi aytdi, aka, duoni qiblaga qarab qilmaysizmi? Nima bu kunchiqarga qarab duo qilasiz desa, anshaqa ikkita qizim tushgan. Anshular tinchib olsin, keyin любой tarafga qarab duo qilaveramiz degan ekan. Iloyim hammamiz tinch bo'laylik, sog' bo'laylik og'aynilar. Orqasidan haligi bayramning nafasi so'nmasdan yangi yil kirib keldi. Aytgancha, eshitdilaringmi? 19-yil erkaklar yili ekan. Cho'chqa yilida. Bizning muchalimiz cho'chqa. Cho'chqalar bormi? Abba. To'ng'iz muchalida tug'ilganlar bormi? Yarim zal cho'chqa-ku. Oho, tepada hamma ekan. Ben shu yerga ertalab internetga yozdim. To'ng'iz muchalida tug'ilgan erkakni boshqalardan nima farqi bor deb. Ey ayollar, kimni eri to'ng'iz muchalida tug'ilgan bo'lsa, boshidagi ro'molini otsin, qaytib tushmasa ham xursand bo'lib ketaversin ekan. Nima uchun? Birinchidan, to'ng'iz muchalida tug'ilgan erkak nima bersangiz yeyverar ekan. Mana achchiq, buni achib qolgan, mana shirin demas ekan. Lekin qizlarda nozik tomoni, hushyor bo'lmasangiz to'g'ri kelgan joyda qobam ketaverar ekan. Ha, shu tomoni bor ekan. Endi yangi yil oilaviy bayram deymiz. Ayniqsa ayollar mahkam tayyorgarlik ko'radi, tortlar, salatlar. Erkakka farqi yo'q. Yuraveradi, tursugmakida. Bo'yniga galstuk bor emish. "Ama nima yurish, ustingizga bir narsa kiying" desa, "Xotini hech kim yo'q-ku" debdi. Bo'yningizga nima galstuk bog'lab oldingiz desa, "Bitta yarimta kelib qolsa-chi" deymish. O'zbek, qozoq, qirg'iz uchalasi ulfat ekan. Yuringlar, qo'y bola chaqani bir maza qilaylik deb bir tog' yon bag'riga kelib, shashliklarda qilib tursa, div kelib qopti, div. Yeyman uchongni ham qaysingdan boshlasam ekan? Bo'ldi debdi. Adolat bo'lishi uchun ana tepalikni ko'ryapsanmi debdi. Uchovingni shaqqirab yugur debdi. Kim oxiri kelsa, o'shandan boshlayman yeyishdi. Yugurib ketibdi. Birinchi qozoq yetib kelibdi. Orqasidan qirg'iz yetib kelibdi. Bo'ldi, o'tiribdi, o'zbekdan boshlayar ekanmiz. Desa, qirg'iz aka meni yeyavering debdi. Nimaga desa, o'zbek shundan o'tib uyga ketdi deymish. 18-yil yomon bo'lmadi, ha? Men o'zim statistikalarga bir qarab qo'ydim. O'zbekning tarixida 18-yilda eng ko'p chaqaloq tug'ilibdi. 800 mingga yaqin chaqaloq tug'ilibdi 18-yilda. Rahmat erkaklar. Eng qoyil qoladiganimiz o'shalarda 40% egizak ekan. Zotdor erkaklar ham bor ekan. Men undan ham ko'ra xursand bo'lganim 18-yilda dunyo olimlari yig'ilib, oila bilan shug'ullanadigan dunyo olimlari yig'ilib, dunyo bo'yicha eng ishonchli, sadoqatli umr yo'ldoshi deb o'zbek ayolini tan oldi. Ana 18-yilda eslaydigan gap ko'p. Mana sportni qarang. 4 yoshli qizimiz gimnastika bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. 12 yoshli o'g'limiz shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Dunyoda eng yosh shaxmatchi O'zbekistonlik 12 yoshli bolamiz. Endi hozir har kun chempion chiqyapti. Nima uchun? Chempionatlar ko'p bo'lyapti. Kecha suv ostida uzoq turish bo'yicha chempionat bo'ldi. Birinchi bo'lib Amerikalik shou kirib ketib 2 minutda chiqdi. Hamma qoyil qoldi. Qanday erishdingiz dedi, mashqlar bilan dedi. Undan keyin bir negr kirib, shou kirib ketib 5 minutda chiqdi. Hamma qo'lini ko'tardi, bundan zo'ri yo'q endi. Qanday erishdingiz dedi, mashqlar bilan ozgina meditsina ham aralashdi dedi. O'zimizdan ham bir yigit borgan ekan aka. Yaqdagi ishtonlardan chopon, boshda salla bilan chiqib kelib, shunday chopon bilan sallani yechib, yaqdagi ishtonda shou kirib ketdi. 20 minut yo'q. Voy shu cho'kib ketdi. Cho'ksa suvni betiga chiqadi, indamay tur. Yarim soatda chiqib keluvdi, hamma qoyil qoldi. Qanday erishdingiz desa, mashqlar bilan dedi. Voy jo'rasi sashoqni beratib, qana qilib turding? Yarim soat suvni tagida dedi. Padariga la'nat, ishtonim ilashib qoldi deydi.
Sportda yutuqlarimiz ko'p, Xudoga shukr. Faqat futbol ancha sal, yigitlar, futbol muxlislari bormi? Anchagina ekan. Endi gap meni fikrim bu, futbol muxlislari, meni fikrim. Gap futbolchilarda emas. Gap stadionda ham emas. Gap pulda ham emas. Agar gap pulda bo'lganda Amerika har yil chempion bo'lardi. To'g'rimi? Gap tabiatda meni nazarimda. Mana to'polon mushlashish qo'limizdan keladi. Hamma bolalarimiz borib boks bo'yicha chempion bo'lib kelyapti. To'g'rimi? Yoqalashish qo'limizdan keladi, kurashchilar ham chempion. Bu tabiatda yo'qmi deymanda. Lekin buni uchun qo'yib qo'ymaslik kerak, chunki har bir futbol muxlisi orzu qiladi, Jahon chempionatida ko'rishni xohlaymiz futbolchilarimizni. Tasavvur qiling, Mundial Jahon chempionati final. Braziliya, O'zbekiston. Qarsachalik shoshilmay turinglar. O'zbekiston. Hayajonlanib ketdim futbol muxlislari. Hisob 85-0. Braziliya hayotda bunday mag'lubiyatga uchramagan edi deb, xohlaymiz. Iloyim shunday bo'lsin. Endi yutuqlar haqida gapirdik, kamchiliklar ham bo'ldi. O'ziga yarasha yo'qotishlar ham bo'ldi. Xabarlaring bor. Bizni oramizda ham ustozimiz Obid Asomov olamdan o'tdilar shu yil. 55 yoshda edilar u kishi. Rahmatli Hojiboy akam 53 yoshda olamdan o'tuvdilar. Mana Samandar shu yerda o'tiribdi do'stimiz dadalari Rustam Hamroqulov 39 yoshda. Sen o'ylamaylarmi qiziqchilar hammasi yosh ketar ekan deb. Mana Irgash akam 80 da tagida ketdilar. Huson Sharipov 90 yosh atrofida ketdilar. Endi umrda qiziqchilik uchun men nima uchun bu temaga to'xtaldim? Qiziqchilikni ko'pchilik juda oson hisoblaydi. Ayda chunki hammani qo'ldan latifa aytish kerakda, to'g'rimi? Lekin og'aynilar qiziqchilikda ham o'zgarishi murakkabliklari bor. Ba'zilar men xafa bo'lganim tushunmay bir fatvolar ham beraveradimi? Shunga men bitta rivoyat tayyorladim. Qisqagina diqqat qilib eshitasizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kayfiyatlari yaxshi bo'lib Hazrati Oysha onamizga tilagingni debdilar. Dadamdan so'rasam maylimi debdi Hazrati Oysha onamiz. Dadalari Hazrati Abu Bakr payg'ambarimizdan keyin xalifa bo'lganlar. Mayli degan ekan, dadasidan so'rasa Hazrati Abu Bakr aytibdiki, Miroj kechasi, bilasizlar, Miroj kechasi osmonga chiqib yaratgan bilan Miroj kechasi juda ko'p sirlar bo'lgan, ana shu sirlardan bittasini ayting deb so'rang debdi. Hazrati Oysha onamiz so'raganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh menga aytdi, meni nazdimda bandamning hurmati yuksakdir. Qaysi bir bandam boshqa bir bandani ko'nglini shod etsa, u jannatiydir dedi debdi. Shunda bu gapni eshitib Hazrati Abu Bakr yig'labdilar. Hazrati Oysha onamiz, dada, men sizga xush xabar aytdim-ku, nimaga yig'layapsiz desa, qizim, bu gapning davomi bor. Qaysi-ku bir bandam bir bandani ko'nglini ranjitsa, u do'zaxiydir degani. Endi bu ikkinchi qismi bizga aloqasi yo'q, birinchi qismi. Diqqat. Qaysi-ku bir bandam bir boshqa bandani ko'nglini shod etsa, u jannatiydir debdi. Biz nima qilyapmiz? Men shular haqida o'ylab yurdim. Bir she'r kelib qoldi. O'lmas Samarqandiy degan samarqandlik shoir ukamiz yozgan, qiziqchilar degan. O'z-o'zidan qo'shiq aylanib ketdi. Endi sal quloqlaringga dam berish uchun kelib shuni aytib beraman sizlarga. Qiziqchilar. Marhamat. Rangi kulib turgan yuzda desiz, yoki so'zlab berar ajin chiziqchalar. Dardi yo'qmi, yoshi yo'qmi ko'zda desiz, ko'z yoshini ko'rsatmaydi qiziqchilar. Kulsalar ham qalbim ezar mingta titroq, hoki sordir boshi osmon poyi tuproq. Balki dardi alamlari sizdan ko'proq, alamlardan so'z ochmaydi qiziqchilar, alamlardan so'z ochmaydi qiziqchilar.
qiziqchilarim, ne azobda yashab o'tdi ergashgarim. Qolib ketdi Hojiboyning umri yarim. Yo'lda qolgan karvoni bor qiziqchilar, ibrat olgay hayot darsin bayodidan. Kerak bo'lsa kulgu topar faryodidan. Aytilsa gar sahna orti hayotidan. Siz bilmagan armoni bor qiziqchilar, siz bilmagan armoni bor qiziqchilar. O'zni yulduz sanamaslar, oy emaslar. Ular daryo, mavjli daryo, soy emaslar. Bisotida kulgusi bor, boy emaslar. Halol rizqdan xirmoni bor qiziqchilar. Ta'zimdamiz tabassumli so'zlar uchun, yerasini ko'rsatmagan ko'zlar uchun, dardini aytmay kulib turgan yuzlar uchun. Yuragida iymoni bor qiziqchilar, yuragida iymoni bor qiziqchilar. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay lay lay